Do'stlar, juda ham siz yoqtirgan ikkinchi qavatdan zo'r kvartira sotuvga chiqmoqda. Qarang, bu yo'lda ko'pchilik biladi. Begim magazindan oldin kirib kelganingizda 4-chi maktabda yonida mana shunaqangi 5 qavatli ikkita dom bor, yagona kirish chiqish joyli. Xuddi mana shu yerdan ikkinchi qavatdan 3 xonali 116 kvadrat maydonga ega kvartira sotuvga chiqmoqda. Tashqari lokatsiyani ko'rdingiz, haqiqatda yaxshi. Endi domni ichi bilan tanishamiz. Qarang. Juda ham katta oilalar uchun yoki shularga juda ham zo'r variant. Qarang. Tashqaridan kirish qismi koridor, patologlari baland, kengina, uzun koridor, kirishda mana kiyim-kechak joylarigacha qilib qo'yishgan. Birin-ketin tanishadigan bo'lsak, birinchi oshxona bizni kutib oladi. Qarang, oshxonaning kattaligini ko'ring. Bitta xonadan katta bo'lib yotibdi, ya'ni o'tiradigan joylargacha qilib qo'yishgan, oshxona jihozlari qoldiriladi, do'konturnik kotel o'rnatilgan. Isitish tizimidan mutlaqo muammosi yo'q. Bu domlarga endi Fronskida gaz pasiya deyish mumkin, lekin bu domlarga alohida liniya tortilgan, gaz yaxshi bo'lyapti. Bu tomonda balkoni mavjud. Qarang, kattagina. Ko'rishingiz mumkin. Skvoznoy holatda, ya'ni u tarafga ham, bu tarafga ham qaragan. Romlari akfa. Uyda oshxona jihozlari va ikkita konditsioner qoldirilyapti. 116,48 kvadrat maydonga ega. Bu yerda ko'rishingiz mumkin bitta xona, ya'ni bolalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu yer ham kattagina va bu tomonda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Juda ham katta bu yer, qarang. Başta ikkita xona razmerida juda ham katta, konditsionerlari mavjud va o'zini alohida sanuzeliga ega. Qarang, juda ham qulay, ya'ni ikkita sanuzel, bittasi bu yerda mana. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi xonasini ko'rdingiz va bu yerda umumiy sanuzel ko'rishingiz mumkin. Kafelar qilingan holatlar juda ham yaxshi. Kattagina restoranlargacha mavjud. Endi uchinchi xonani ko'ring. Zal. Kattaligini ko'ryapsiz. Stol qo'yib 15 tagacha mehmoningizni bemalol mazza qilib mehmon qilsangiz bo'ladi. Ikkitadan tashqi romlar, radiatorlar ilingan, konditsionerlargacha bor qoldiriladi. 116,48 kvadrat maydonga ikkinchi qavatda g'ishlik dom, novostroyka dom holatlarni ko'rdilaring. Yaxshi holatda turibdi va narxi egalar tomonidan 73 ming dollarga baholanyapti. Albatta, kami bor. Qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana shunaqangi katta uy so'rab turganlarga videoni yuborib qo'ying, bizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga bundan ham yaxshilarini ulashib boramiz.